Shuni yeyishni boshlagandan beri kasal bo'lmaysan, ey qizim, ko'z tegmasin. Farzandingizni tez kasal bo'lib qolishini bu ikkita mahsulot bittada hal qiladi. Farzandingizni ichak mikroflorasi yaxshi shakllanmasa, uni immuniteti ham kuchsiz bo'lishi mumkin. Buni yechimini aytishimdan oldin videoga bitta like bosib qo'ying, qani ketdik. Buni eng kuchli yechimi olma bilan tvorog. U qanaqa foyda qilar ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak, hozir aytib beraman. Ha, aytgancha, siz farzandlaringizga qanaqa mevalar berib turasiz? Kommentariyada yozib keting. Birinchisi, olmadagi pektin va probiotiklar ichak mikroflorasidagi foydali bakteriyalarni oziqlantirib, zararlilarni esa kamaytiradi. Bu esa o'z-o'zidan hazm jarayonini yaxshilab, immunitetni kuchaytiradi. Ikkinchisi, tvorogdagi kalsiy, fosfor va D vitamini suyaklarni mustahkamlab, ularni mo'rtlashini oldini oladi. Bu esa suyaklarning to'g'ri shakllanishiga va mustahkam bo'lishiga yordam beradi. Uchinchisi, ichaklar immunitetni 70% ni boshqaradi. Ichagi sog'lom bola turli xil kasalliklar, shamollash va allergiyaga nisbatan ancha chidamli bo'ladi. Farzandingizni o'zingizning sog'ligingizga e'tiborli bo'lsangiz, bu videoni boshqa yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying va shu kabi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying.